AQSh armiyasi endi boshqa mamlakatlarga qurolli kuch bilan demokratiya olib boruvchi bo'lmaydi. Donald Trump. Qo'shma Shtatlar armiyasining vazifasi boshqa mamlakatlar madaniyatini o'zgartirish yoki qurollar yordamida demokratiyani yoyishdan iborat emas. Harbiylarimizning vazifasi hukmronlik qilish va Qo'shma Shtatlarga tahdidlarni yo'q qilishdir, dedi Trump West Point harbiy akademiyasidagi tantanali marosimda. AQSh o'zini Ukraina bo'yicha muzokaralarda chetga olishi va Rossiya bilan iqtisodiy hamkorlikni boshlashi mumkin. Nashrning yozishicha, Yevropa yetakchilari Trump va Putin o'rtasidagi suhbat natijalarini aynan shunday qabul qilishgan. Sulhga bir qadam ham yaqinlashilmadi. Qo'shma Shtatlarning Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish ehtimoli juda ham past. Bunday sharoitda Putin o'zini g'olib deb hisoblaydi va o't ochishni to'xtatishni istamaydi, deb yozdi gazeta. Shu bilan birga Trump ma'muriyati ular o'zlari kelishib olishsin, bu bizning urush emas degan fikrni bildirmoqda. Aftidan Trumpning fikridan qaytarishning iloji yo'q. Endi Ukrainaning himoyasi butunlay Yevropa ittifoqi zimmasiga tushadi degan xulosani keltiradi The Guardian nashri.